Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchim. Mana bugun Jizzax shahariga yana tashrif buyurdik. Inshaalloh bugungi safarimiz yakuni bo'ladi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturimiz davomida sizni quvontiradigan yangiliklarni ulashamiz degan umiddamiz. Endi advokat sifatida fikr bildiradigan bo'lsam, men avvalo har bir ishga ijobiy natija bilan yondashaman. Qanday ish bo'lishidan qat'iyan, qanaqa ish bo'lishidan qat'iyan. Bugungisi shu ijobiy yondashganlarimizning eng yaxshi sudlaridan biri. Masalan, men boshida sud boshlangan kuni ham intervyularda aytdim, agar Sirojiddin akani 10% aybi bo'lganda ham ayblovda qo'yilgan. Men uni himoya qilmas edim, mutlaqo aybsiz, 100% aybsiz bo'lgancha himoya qilishga kirishganman. Shuncha shartnoma tuzganman deganman. Bugun mana g'albirni suvdan ko'taradigan vaqt keldi. Qani bugun nafaqat so'z erkinligi, adolat, umuman O'zbekistondagi barcha blogerlar taqdiri sinaladigan. O'sha prezidentimiz 16-yilda aytgan blogerlik faoliyatiga asos solingan kunda haqiqatan ham amaldagi isbotini ko'ramiz. O'shaning uchun juda yaxshi fikrda va yaxshi niyat bilan kelganmiz. Kayfiyat ham a'lo. Endi fikrlarimizni avvalo bildirganmiz, sud muhokamasida ham, sud muhokamasidan keyin ham yaxshi adolatli qarorga umid qilyapmiz. Qaror hukm chiqishiga umid qilyapmiz. Undan tashqari albatta xususiy ajrama chiqarilishi kerak ichki ishlar xodimlariga nisbatan. O'sha qonunsiz holda bir olgan hujjatlari, o'tkazgan tergov harakatlari uchun shtob ertaga boshqa fuqarolarning boshiga bunaqa holat tushmasin. Sirojiddin aka elga tanilgan odam, qo'llab-quvvatlaydigan advokatlari bor, qo'llab-quvvatlaydigan do'stlari bor. Oddiy hech kim tanimaydigan, sudga faqat o'zi kirib ketadigan odam ham xuddi shunday adolatli qaror olishi kerak va xuddi shunday unga ham bir adolatli tarzda muomala qilinishi kerak. Buni o'tkazilayotgan hamma tergov harakatlari to'liq qonuniy o'tkazilishi kerak. Mana shu narsa bu hamma uchun bir xil ishlashi kerak deb o'ylayman. Endi yangi O'zbekiston deymiz, lekin yangi O'zbekistonda juda ko'p narsalar, mana bir qaror chiqsa, ikkinchi qaror, mana birinchi qarorni xuddi yo'q qilib chiqaradigandek, ya'ni qarama-qarshi chiqariladi ba'zida. Endi bu yerda hozir sudlovning amalga oshirish sudyalar va xalq maslahatchilari deb ko'p narsalar yozib qo'yishadi, lekin shu narsalarga o'zlari amal qilishmaydi. O'sha vaqtida bizlarda 1,5 yil oldin sud qilishgan bo'lsa, hali ham mayg'omda o'tsa, hali ham sizda shtrafingiz bor deb yozib qo'yishdi. Oliy suddan yutib chiqqan bo'lsak ham bo'ynimizga nimalardir ilinib qo'yilgan. O'shaning uchun bilmadim, endi avvalisi vijdonan bo'lish kerak. Nimaga qilayotgan bo'lsa, shu sudyalar ham, qamaladigan ham, ozodlikka chiqadigan ham, qamatadigan ham hammamiz xalqning ichida bizlarda, bitta xalq biz. Agar shu hech bo'lmasa shu rahm siyla degan narsa bo'lganida edi, bunaqa ahvolga tushmagan bo'lardi. Hozir kimni qaramang, birovga choq qazigan, birovni o'sha yopishtirishga, shu kimnidir qamatsa-yu shu qanaqadir bir zvanyasi ochsa, mana shunaqa holatga kelib qolganmiz. Kimnidir o'sha ko'proq shtraf qilsa-yu, xuddi go'yoki xalq ko'ziga yoki davlat ko'ziga ishlayapman, men ish ko'rsatyapman degandek ko'rsatishadi. Endi Sirojiddin akani qilgan ishlarini odam bir ko'rib chiqsa, faqat xalq xizmatida bo'lganda, faqat xalq xizmatida yurdi. Lekin shu Siroj akani avvalisi chaqirib turib qamashga emas, nazorat bir medal berish kerak edi. Xalq xizmatini qilding deb. Qayerdagi tiktokerlar, qayerdagi umuman ana 4 ta qo'shiq bilan o'ynatib qo'yadiganlar bor, boshqa bor yoki umuman olib qaraganda fahshni reklama qilib chiqadiganlar bor, hozirgi blogerlar ayniqsa. Mana shularga medal berilyapti. Aslida xalqni xizmatini qilib yurganlarga mana shunaqa azoblar. Endi faqat adolatni tilaymiz, bo'ldi boshqa nima qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda mana davlatimiz rahbarining chiqarib qo'ygan qancha qonunlari, qancha farmoyishlari turgan bir vaqtda so'z erkinligi bo'ynidan emas, kerak bo'lsa qulog'idan tortilayotgan bir vaqtda turibmiz. Sirojiddin aka deyarli bizga ustoz sifatida ko'rinadi. Ochig'i bo'layotgan ishlarga hayron qolyapmiz. Juda ko'plab partiyalarda qanaqadir nomaqbul materiallarga e'tibor qilinyapti, nomaqbul nima desa bo'ladi, guvohlar tinglanilyapti. Nima uchun mustaqil O'zbekistonda, yangi O'zbekistonda bunaqangi holatlar bo'layotgan juda ham tushunarsiz holat. Shuning uchun mana ustoz do'stlar ham albatta mana tushunarsiz holatlar, ustoz do'stlar ko'rib turibsiz, oldingi holatlardan deyarli yarimlari qolgan. Alloh o'zi yengillik bersin. Bugun albatta suddan adolat kutib qolamiz.
Elhamdülillah Rabbil alemin. İlahi amin. Esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ashabi ecmaîn. Allohim bugungi sud majlislarini yakunlarini shu paytgacha qanday chiroyli bo'lib kelgan bo'lsa, shunaqangi chiroyli yakun qilishini o'zing nasib etsin. Amin. Eson-omon o'zimiz bilan birga ochiq ketishni o'zing nasib qilgin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Endi hozir raislik qiluvchi sud tergovini tikladilar. Bunga Jinoyat protsessual kodeksiga asosan 100% haqlari bor. Endi baho berilmagan dalillar bor. Buni sud majlisida barcha ishtirokida tekshirish lozimligini, barcha holatlarga boyagi sud tergovida qolib ketgan holatlarga oydinlik kiritish maqsadida sud tergovi tiklandi. Endi qolgan voqealar rivojini birgalikda tuzatamiz. Endi bilmadim, hozir sud tergovini ya'ni qaytardi. Sud majlisini 24-kunga qo'ydi. Bugun aslida o'zi hukm o'qish kerak edi. Endi bilmadik, 24-kuni ko'ramiz. Hozirgi holat mana bunaqangi qaror noqonuniy qaror emas. Bu to'g'ri, hujjatlarning vakolati bor masalan. Lekin mana uzoqdan kelayotgan odamlarni qiynalib ketgan. Undan tashqari Sirojdan Odilov mana ichkarida o'tiribdilar. Hech bo'lmasa shu ehtiyot chorani o'zgartirib turish masalasini mana necha marta advokatlar iltimosnoma kiritdi. Bu masala bo'yicha qancha faktlarni, boshqalarni, hamma narsani, sog'liqlari masalasini kiritishdi. Lekin shu ehtiyot chora o'zgartirilmasdan turib, yana qo'shimcha tergovga qayta qilinayotgani sud jarayonida. Yana qaytaramiz, sud jarayonida qo'shimcha tergov. Ichki ishlarga tergovga qaytarilmayapti. Shu hech bo'lmasa Sirojda olib ketsak yaxshi edi-da. Mayli sud jarayoni davom etsa, nima bo'lsa hali aybdormi, yo'qmi bilmaymiz. Mana janobi sudya ham xuddi shu fikrda aytyaptilar, lekin biz hozir yana qo'limiz bo'sh qaytdik. Bilmayman, men hech narsa deya olmayman to'g'risi. Hammaga insof bersin, mana shu holatda hamma adolatli bo'lsin. Biz adolat kutib qolamiz, boshqa nima deymiz? Chorasizman. Bo'ladi, inson chorasizlikka tushib qoladi-yu. U shunaqa chorasizman. Borib Siroj qo'lidan yetalab olib keta olmayman. Ko'zim bilan ko'rib turibman. Unga hech qanaqa yordam bera olmayman. Faqat Allohdan umid qilamiz, ilohim, hammasi yaxshilikka bo'lsin. Sud tergovini qayta tiklanishi masalasi albatta bu menimcha xato edi, chunki jinoyat ish materiallari to'liq menimcha berilgan bo'lishi kerak. Agar berilmagan bo'lsa, albatta sud uni talab qilgan bo'lishi kerak shu paytgacha. Chunki muzokara qismlari tugagan edi, boshqa qilingan edi. To'g'ri, qonunda istalgan paytda sud tergovini tiklash bo'yicha sudyaning huquqlari bor, lekin shunga qaramasdan bu xatti-harakatlar bizlarda hozir shubhalar tug'diryapti. Chunki bizni nazarimizda go'yoki hozir tergov organi bosim qilyapti degan tasavvurlar bor. Albatta doim yaxshilikka umid qilganmiz, hali ham yaxshilikka umid qilamiz, lekin shunga qaramasdan sud mustaqil emasligi menimcha ayon bo'ldi deb o'ylayman. Chunki avvalgi suddagi kayfiyat, avvalgi o'sha jarayonlardagi kayfiyatlar hozir yo'q, mana ko'rdik. Biz umid bilan kelgan edik, bizga mana sud kotiblari hammanglar kelinglar degan bir mujdaga o'xshaganroq narsalar gapirganda, to'g'ri konkret bir qaror haqida gapirmagan, lekin shunga qaramasdan biz katta umid bilan kelgan edik. Bu bir. Ikkinchidan, biz mustaqillik 35 yilligi oldidagi bir katta ayyom arafasida turibmiz. Odamlar kayfiyatini, xalq kayfiyatini hozir mana ko'rib turibsizlar. Agar sudlar hozir qayta tergov bo'lib va bo'lmasa bir uni qamoq bilan bog'liq choralar ko'radigan bo'lsa, albatta bu nihoyatda adolatsizlik bo'ladi, chunki buni jamoatchilik kuzatib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlar deymizmi, ommaviy axborot vositalari mana xodimlari ham hammasi mana shu yerda hozir. Afsuski sud bugun menimcha o'zini biroz shubhaga qo'ydi deb o'ylayman. Ming afsuski, har sud jarayonida bizga juda katta surprizlar tayyorlashyapti. Balkim qonuniydir, balkim qonuniy emasdir. Bunga biz baho bera olmaymiz, sababi advokat yoki yurist emasmiz. Afsuski, shuncha insonlar qayerlardandir ovora bo'lib kelgani yana qayta bizni xafa qildi. Sudyamiz bugun qaror o'qiydilar degan umidda edik. Afsuski, sud jarayoni sud tergovsiga qaytdi. Balkim bu yaxshilikkadir. Sababi avval o'rganilmagan guvohlar jalb qilinib, boricha namoyon etiladi degan umiddamiz. Avvalgi dasturimizda aytib o'tganimdek, 40ga chidadik va yana qayta 41ga chidaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng yaxshilarini ilinamiz.